Bizning uyda bu ish qizlarniki, bunisi o'g'il bolalarniki deb ish ajratilmaydi. Bugungi kunni generalniy уборка kuni deb e'lon qildim. Ishni oshxonadagi shunaqa chirk bo'lib ketgan zashitin pardalardan boshladik. Katta o'g'limga hovlilarni, ikkinchi o'g'limga esa pardalarni hammasini yechishni buyurdim. Beminnatgina kelinimga kir pardalarni topshirdim. Bavi professional kir yuvish gellardan qo'yib tozalashga buyurdim. Ispaniya mahsuloti bo'lgan bu kir yuvish geli naqd 56 marta kir yuvishga yetadi. Bolalarga ishlarni bo'lib berib, o'zim ovqatni oldiga tezgina bir pasda tayyor bo'ladigan salat qilishga urindim. Bodringlarni pari qilib kesib olamiz. Bir bosh piyozni ham pari qilib to'raymiz. Bir zubchik chesnoni ham mayda qirg'ichdan chiqaramiz. Tuz va shakar solamiz. Ketidan zernistli gorchitsa va koriander solamiz. Uksus va paprika solib yaxshilab aralashtiramiz. 3 daqiqaga mikrovalnovkaga jo'natamiz. 3 daqiqadan keyin olib yaxshilab aralashtirib, yana 3 daqiqa jo'natamiz. So'ngra olib shisha bankalarga joylab 2-3 soatga xolodilnikka jo'natamiz. Bu orada kirmoshadan kirlarni olib ho'lligida ilvalamiz. Natijasini o'zingiz ko'rib turibsiz. To'xtab turing, hal salatga baho bermadingiz. Shutgacha ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga bitta like bosib qo'yarsiz.